mutaxassisni chaqirdik, balki yurtdoshlarimiz bilan ham xuddi shunday muammolar bo'layotgandir. Bugungi demak taklif qiladigan mutaxassisimiz, ko'rsatuvimiz yuqorida aytganimizdek, nevrolog Zafar Abdullayev. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Marhamat. Yaxshi ko'rdingizmi studiyamizda? Bugun ham albatta yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tasiz degan umiddamiz. Bilamiz, siz ijtimoiy tarmoqlarda ham, ko'plab telekanallarda ham o'zingizni foydali ma'lumotlaringizni berasiz. Bugun ham oz bo'lsa-da manfaatli va yurtdoshlarimizga foydali bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Zafar aka, mana sovuq kunlar boshlandi va nafaqat shunchaki shamollashlarni va uni turlarini boshimizdan o'tkazamiz. Virusli infeksiya bo'ladimi yoki boshqasi, balki hozir asab tomirlarimizni, nerv tomirlarimizni ham shamollatib qo'yishimiz mumkin. Va bu bilan murojaatlar sekin-asta ko'paysa kerak endi. Gapingizda jon bor. Hozir mana sovuq tushishi bilan ko'pchilik o'sha bosh og'rig'i bilan, yuzdagi og'rig'i bilan, nerv sohasidagi shu surunkali og'riqlar bo'lgan bo'lsa, avval og'rigan, o'tib ketgan va sovuq tushishi bilan bir marta qo'zg'aydi. Shu holatda ko'pchilik murojaat qilishadi. Men bir marta tog'ga sayrga chiqqanimda yuzimni yarim qismi shishib qolgan. Bu nervdan bo'lishi mumkinmi? Ko'pchilikda hozir sovuq boshlanishi bilan yuzining yarim qismi shishib qolgan holatlar kuzatilayotgan. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri nervdan bo'lish ehtimol bor o'zi umuman olganda, lekin men o'ylaymanki, siz holatingizda bu limfa tuguni bo'lishi mumkin. Qandaydir kichik yallig'lanish boshlangan vaqtda limfa tugunlarida shunaqa shish kuzatiladi va siz shuni sezishingiz mumkin. Albatta, tomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz yana bir bor. Yoshlar telekanalining Telegram sahifasiga hozir Telegramga kirish imkoniyati bo'lsa, Yoshlar TV deb yozasiz va so'nggi postimizda Mohinur hamda mening suratim bor. Ana shuning tagiga bugungi mutaxassisimiz nevrolog Zafar Abdullayevga bo'lgan savollaringizni berishingiz mumkin. Va allaqachon savollar yetib kelishni boshladi. Zafar aka, mana so'nggi kunlarda e'tibor bersak, ko'chada odamlar juda ham asabiy, rulda ketayotganda ham arzimagan narsaga urishib ketishadi, bir-biriga signal chalib, yo'lni siqib. Oddiy yo'ldagi holat. Uyda ham, ishda ham bir vahimali holatda ko'rinyapti-da insonlarda. Shuni sal bosishni yo'llari bormi? Oddiy usullari, o'zi nima sabab bo'lyapti odamlarning bunaqa bo'lib ketishiga? Albatta, shu oxirgi vaqtda shu ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq deb o'ylayman buni. Ya'ni ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda va hayot tezlashib borayotganini ko'ryapmiz. Ya'ni hammadan so'rasangiz nimagadir ulgurmayapti. Oldin eski vaqtlari shu ota-bobolarimiz yoki otalarimiz ishlagan vaqtlari biz ko'rardik, xotirjam edi. Hozirgi vaqtda ko'rsangiz, rulda ketayotgan vaqtingizda qat'iyatdir shoshayotgandek his qilasiz. Ya'ni ko'nglingiz xotirjamligi yo'q. Xuddi vaqt uxlashga yotganda ham miya o'chmayapti. Bir nimalarni o'ylayveradi. To'ppa-to'g'ri. Chunki bu juda ham ko'p fikrlikda va bunaqa zadachность deydi. Ya'ni juda ham ko'p sizga qo'yilgan topshiriqlardan. Ko'p topshiriq ishxonangizda bo'lishi mumkin, uyingizda, oilada bo'lishi mumkin, ko'cha-ko'y. Shuni hisobidan har bitta vazifani bajarishga bo'lgan fokusingiz ko'payib ketganidan sizda kechqurun uxlaganingizda ham yoki ertalab uyg'onganingizda fikrlar bilan uyg'onishingiz mumkin. Va bu to'g'ridan-to'g'ri uyquni sifatini buzilishiga olib keladi. Ya'ni ertalab uyg'onasiz, fikr bilan uyg'onasiz, xuddiki kechasi bilan uxlamagansiz, miya dam olmagandek. Bu ishni faoliyatiga ham ta'sir qiladi, ya'ni sifatiga. Ishga kelasiz, ishda ham maksimal o'zingizni potensialingizni ko'rsatib bera olasiz. Bemalol berishingiz mumkin. Bemalol. Yo'q, mana hozir mana topshiriqlar, o'zimizga qo'ygan topshiriqlar ko'p dedingiz, fikrlar ko'p, internetda ochamiz, reelslar ko'ramiz, keraksiz, kerakli ma'lumotlarni, har xil negativ videolarni ko'ramiz, kech payt ham dam olmayapti miyamiz. Jiddiyroq salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinmi bu holat? Uzoq kuzatilsa, davom etsa? Albatta, bu aytaylik yengil stresslar deyiladi. Ya'ni kechasi endi uyquga yotmoqchisiz, telefoningizni oldingiz, telefonda shunday ko'tarsangiz, har xil videolar. Odatda qandaydir bir qo'rqinchli avariya bo'lishi mumkin bu. Yoki janjallar. Baxtsiz hodisalar. Ya'ni baxtsiz hodisalar odatda ko'p chiqib qolaveradi. Ya'ni lentadan chiqib kelaveradi. Yaxshi narsani ko'rsam, odatda chiqib kelaveradi. Ya'ni bunaqa holatlarda uyqungiz buzilishiga olib keladi. Birinchi navbatda voy dorasi, o'sha o'tirgan joyingizda, yotgan joyingizda uyqungiz o'chishi boshlaydi va xayolingizga har xil fikrlar keladi. Bu doimiy takrorlanaversa, albatta uyqungizni buzilishining fonida
asabiylik vaqti kelib asabiylik uzoq vaqt surunkali davom etsa, bu tushkunlikka olib kelishi mumkin. Tushkunlik bu holat doimiy yig'i, kayfiyat past holatda va o'zini o'sha maksimal holatini ko'rsatib bera olmaslik. Bu holat ham uzoq cho'zilsa, bu apatiya deyiladi. Ya'ni inson bitta xonada o'tirib, qamalib olib, hech kim bilan gaplashgisi kelmasdan, tashqariga chiqmaydi. Bir uydagilar bilan bir xotirjam gaplasha olmaydi yo bir do'st birodarlar bilan ham xotirjam holatda gaplasha olmaydi. Hech kim bilan xohlamaydi gaplashishni. Va bu chuqurlashib boraveradi. Agarda buni oldini olinmasa yoki davolanmasa. O'zi bugungi kunda ko'plab